Agar yana yumushlaringiz bo'lmasa, men bora qolay. Qayoqqa? Uyga borishim kerak. Kech bo'lib ketdi. Avtobusga ulgurishim kerak. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keldingmi? Rahmat. Qayerlarga Keldim. yuribsan? Kuni bilan kimnidir izlading. Topdingmi? Topdim oyi, topdim. O'g'lim, bunday qilganing ayolni rasvosini chiqarib tashlabsan. Yana o'rtoqlaringni o'tirish qildingmi? Oyi, endi shunaqa bo'lib qoldi-da. Har safar shunaqa qilasan. Yaxshiyam Dilnoza bor ekan. Hamma joyni tozalab, chinida yiqib qo'ydi. O'zi Dilnoza yaxshi ish qilar ekan. Mayli, men bora qolay. Yaxshi boring. Mahmudjon sizni kuzatib qo'yadi. Yo. Oyi, men o'zim kuzatib qo'yaman. Uni ustiga ko'chada ham ishlarim bor edi. Ha, Dilnozaxon, qani yuring. O'tir. Men kuni bo'yi seni izlasam-u, sen uyimda o'tirgan ekansan-da. Nega meni izladingiz? Sendan kechagi qilgan qo'polligim uchun kechirim so'ramoqchi edim. Meni kechir. Kechirim so'ramang. Men o'zim ko'p gapirib yubordim. Yo'q, sen haqiqatni gapirding. Hech kim shu paytgacha menga bunaqa gap gapirmagandi. Uyga nima uchun qaytib borganingni bilaman. Daftar uchunmi? Bu narsa sen uchun qanchalik qadrligini bilaman. Sen ketganingdan keyin rosa ichdim. Keyin shu daftarchani topib oldim. O'qiganimdan keyin kayfim ham tarqab ketdi. Ertaga ishga kelasan-a? Men uchun qayg'urgan odamning xizmatini qilmasam, gunoh bo'ladi.